Bugungi videoda tillarda qilgan 700 pipsli entry'mi analizini qanday qilinganini noldan ko'rib chiqamiz. Qayerdan savdoga kirganim, qayerga take profit, qayerga stop loss qo'yganimni hammasini tushuntirib beraman. Videoga bitta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Yuqori aniqlikda ishlab beradigan savdo setupi qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib katta time frame da analiz qilishda boshlashingiz kerak bo'ladi. Misol uchun 4 soatlik time frame da. Birinchi bo'lib bozor strukturasini aniqlab olasiz. Bu yerda mana buy side likvidatsiya joylashgan. Narx tushib, orqaga harakat berdi bu joyda. Orqaga qaytish bo'ldi. Bizda minimum hosil bo'ladi, ya'ni sell side. Sell side zonamiz buzilgandan keyin bu bosga aylanyapti. Bos liniyani ichidagi eng yuqori zona bizda buy side likvidatsiya hisoblanadi. Narx tushdi, orqaga harakat berdi bu holatda. Sell side hosil bo'ldi, buzilgandan keyin bos bo'lyapti. Bosda eng yuqorisi yana buy side bo'lyapti. Endi bu holatda bizni narx buy side likvidatsiyamizni buzib o'tib ketdi. Bu cho'ch bo'ladi. Ya'ni trendimiz downtrend holatida edi. Oxirgi buy side likvidatsiya buzilgandan keyin trendimiz uptrendga o'zgardi. Cho'ch bo'ldi ya'ni. Cho'ch liniyani ichidagi eng pastki zona bizda sell side likvidatsiya deb nomlanadi. Yana narx o'sdi, mana bu yerda qizil rangda sham ochilib, narx orqaga qaytdi. Bu yerda bizda yuqorida buy side likvidatsiya hosil bo'ladi. Belgiladik, bu buy side likvidatsiyamiz buzilgandan so'ng bosga aylanyapti. Bos liniyani ichidagi eng pastki nuqta sell side likvidatsiya hisoblanyapti. Ya'ni hozir bozor yo'nalishimiz uptrend ekanini bildik yuqori time frame da, high time frame da. Endi time framelar bir-biriga bog'liq bo'ladi. Misol uchun 4 soatlik time frame M15 time frame bilan 1 soatlik time frame M5 time frame bilan bog'liq. Ko'pchilik traderlar adashadi. Ya'ni time framelarda qo'shib analiz qilayotganda 4 soatdan 1 soatga, 1 soatdan M15 ga, M15 dan 5 minutlikka o'tadi. U narsa xato. Eng to'g'risi 4 soatlikdan M15 ga o'tasiz, 1 soatlikdan M5 ga. Hozir mana 4 soatlik time frame da analiz qildik. Endi M15 time frame ga o'tib bozor strukturasini ko'ramiz. Narx mana yuqoriga o'sa, bu holatda ham uptrend bo'lyapti. Lekin mana bu joyda bizni trendimiz downtrendga o'zgargan edi ekan. Ya'ni buy side deb belgiladik, narx tushib orqaga harakat berib sell side hosil qildi. Sell side buzilib, bu bizda bos bo'ldi. Bosda eng yuqorisi buy side likvidatsiya bo'lyapti. Belgiga liniya chizamiz. Narx tushib orqaga harakat berdi. Bizda sell side likvidatsiya hosil bo'ldi. Belgilab olamiz. Endi narx bizni yuqoridagi buy side likvidatsiyamiz buzgandan keyin cho'ch bo'lib trendimiz uptrendga o'zgaryapti. Endi bemalol buyga savdoga kirishimiz mumkin. Sababi bizni yuqori time frameimiz ham uptrendda, kichik time frameimiz ham uptrendni ko'rsatyapti. Endi savdoga o'zimiz kirib ketmaymiz. Savdoga kirishimiz uchun tasdiqlar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, bu yerda order block zonasi bor ekan, belgilab liniya chizib olamiz. Order block zona. Undan tashqari bu yerda inversion FVG bor ekan. Ya'ni mana bu yerda FVG bor edi, narx buni buzib o'tib ketdi. Endi bu bizda inversion FVG aylanyapti. Hop, qanday ishlashini ham tushuntirib qo'yaman. Mana FVG zonalar belgilab oldinglar. Endi oramizda bir 70% odam FVG ni aniqlashni bilsa kerak. Agar bilmaydigan bo'lsangiz, kommentariyaga FVG haqida darslik chiqaring desangiz, to'liq hamma sirlar bilan FVG darsligini chiqaraman. Agarda narx sizni FVG zonangizga kelsa, misol uchun bu holatda buyga savdoga kirasiz, to'g'rimi? Endi agarda bu sizni buzib o'tib ketadigan bo'lsa, buyga chizgan, buy uchun ishlab beradigan FVGingiz buzib o'tib ketgandan keyin endi bu sell uchun ishlab beradi. Ya'ni retestdan qarama-qarshi tomoniga ishlatishingiz mumkin. Bu sell uchun edi. Endi buy uchun ko'rsatib beraman. Narx chiqdi, FVGingizdan reaksiya pastga buzib o'tib, pastga ketish kerak, to'g'rimi? Endi agarda pastga ketib yoki FVGingizni mensimasdan yorib o'tgandan keyin qarama-qarshi tomoniga buyga ishlatishingiz mumkin. Shu holatda. Endi mana mantiqan tushuntirib beraman, qarang. Siz qo'lingizda to'p bor. To'pda patologga otsangiz nima bo'ladi? To'p pastga tushadi, to'g'rimi? Endi shu otgan to'pingiz patologni buzib o'tib ketadigan bo'lsa, endi siz uyingiz patologi unga pol vazifasini bajaradi. Endi to'pni pastga uradigan bo'lsangiz ham yana tepaga chiqib ketadigan bo'ladi. Menimcha tushuntira oldim. Xo'p, bizda tasdiqlar order block, inversion FVG bo'lyapti. Trendimiz low time frame va high time frame da ham uptrend holatda bo'lgani uchun bizda hozir 4 ta tasdiq bo'lyapti savdoga kirishimiz uchun. Va bu joyda kichikna FVG bor ekan. Bilasizlar, katta FVG bilan kichkina FVG ning kuchi bir xil. Juda kichik bo'lsa ham bir xil ishlab beradi, juda katta bo'lsa ham bir xil ishlab beradi. Bu yerda FVGimiz ham bor. Bizda 5 ta tasdiq bo'lyapti. Endi Fibonacci'dan ham foydalanamiz bu holatda.
Hop. Sell side zonasidan yuqoridagi buy side zonasigacha Fibonacci'miz tortib olamiz. Sababi trendimiz uptrend holatida. Bu yerda mana OT zonalarimiz kelib chiqyapti. 3 ta zonamiz bor. Birinchisi 4527, 4524, 4521 zonalarida 3 ta OT zonamiz bor. OT Fibonacci'ni qanday aniqlashni bilmasangiz, u haqida ham YouTube kanalimda video darslik bor. Hop mana bizda уже 6 task bo'ldi adashmayotgan bo'lsam, savdoga kirishimiz uchun. Endi bu yerda premium diskountdan ham foydalansak bo'ladi. Bu haqida ham bitta zo'r video chiqadi, xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi. Ya'ni bu yerda narx bizni diskount zonamizda bo'lgani uchun bayga savdoga kirishimiz mumkin edi. Ya'ni Fibonacci'ning 0.5 urovenining pastidan. 7 taskimiz bo'lyapti savdoga kirish uchun. Hozir men sizlarga prosta ko'rsatib berib o'xshagan joydan topib bermayapman. Xuddi shu ideyani Telegram kanalimga signal ko'rinishida ham bergandim. Ya'ni bu yerda mana bayga savdo bitimi ochdim. Asosiy buy zona, ya'ni order block zonasidan yana qo'shimcha savdoga kirsak bo'ladi deb risk amal qilgan holatda. Inversion FVG zonadan buyga savdo bitimini ochamiz. Stop lossimiz sell side'da bo'ladi. Take profitimiz H4 time frame'idagi buy side likvidatsiyaga qo'yamiz. Sabab bozor likviddan likvidga harakat qiladi. O'zi bozor polni hamma joy likviddan tashkil topgan, har bitta shamizda likvidatsiya bor, lekin eng ko'p likvidatsiyalar bozorda maksimum va minimum zonalarda to'planadi. Hop, endi bozorni kuzatamiz. Risk rewardimiz bu yerda 1 ga 4 bo'lyapti. Ya'ni stop lossimiz misol uchun $10 bo'ladigan bo'lsa, oladigan take profitimiz $40 bo'lyapti. Nisbatini tushuntirib beryapman. Juda ham kuchli impuls bilan narx bizni birinchi buy side'da take profitimizni oldi. Endi ikkinchisi ham xuddi shunday take profit olinyapti. Hozirgi O'zbekistonda juda ham ko'p treyderlar scalping bilan shug'ullanadi, ya'ni qisqa muddatli savdo bilan. Take profiti 30, 40, 50 pips bo'lar maksimum. Men ishlaydigan savdo tizimi day trading bo'ladi. Ya'ni eng kam oladigan take profitim 100 pips bo'ladi, eng ko'p 2000 pipsgacha ushlaganlarim bo'lgan. Misol uchun men tradingda $100 foyda olishim uchun 0.1 lot bilan 100 pips ushlasam bo'ldi. Bitta entryda o'zidan bu pulni qilaman. Scalperlar bo'ladigan bo'lsa 30 pips ishlagani uchun eng kamida 3 ta setup kerak bo'ladi ularga. O'zingizlar ham bilasizlar, qisqa muddatli savdo bitimi ochadigan bo'lsanglar, tezda emotsiya berilib azartga kirib qolasizlar. Shuni hisobiga ko'pchilik akkauntini razgon qilib slivka yuboradi. Bu YouTube kanalimni ochishimdan ham maqsad shu, O'zbekistondagi treyderlarga day tradingni o'rgatish. Agar tradingda minus qilib charchagan bo'lsangiz, o'zim VIP signallarim bilan foydalanishingizni maslahat beraman. Hech qanaqa pul talab qilinmaydi, shunchaki bu Prime brokerdan ro'yxatdan o'tib, balansingizni eng kam $50 bilan to'ldirasiz, keyin 1 oy davomida bemalol biz signallar bilan savdo qilishingiz mumkin. VIP signal kanalimning haftalik natijalarini shu yerda ko'rishingiz mumkin. Qo'shilish juda ham oson, shunchaki adminning lichkasiga VIP so'zini yozib qoldirsangiz bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video nima haqida bo'lishligini kommentariyaga yozib qo'ysangiz, обязательно o'qib, keyingi videoda aynan shu haqida qilishga harakat qilaman.